İnsan hayotini qandoq o'tkazish kerak? Ikkaramning ustozi Allama Shayx Muhammad ibn Salih al-Usaymin rahimahullohning butun ummatga qilgan nasihati. Shayxning yaxshilar bog'chisi qilgan sharhidan elindi. İnsan ömrünü salih amallar bilan o'tkazish kerak. Chunki beshiga o'lim kelganda Allohga yiqilish uchun ishlatmagan har bir daqiqasi uchun pushaymon qiladi. Allohga yiqilishish uchun ishlatmagan har bir soat va har bir daqiqa sen uchun ziyondir va pushaymoningning sababidir. Chunki Allohga yiqilishish uchun foydalanmay o'tkazayotgan shu vaqtlaring sening ziyningga hujjat bo'ladi. Fursatning, vaqtning, hayotning qadrini bil va vaqtingni namoz, Qur'on, zikr va seni Allohga yaqinlashtiradigan amallar bilan o'tkazgin. Qalbingni Allohning yo'liga yuzlandir. Allohga qulchilik qilishni qo'ldan berma va Allohni qalb, til va amallar orqali zikr qilishdan g'aflatda qolma. Qalbing Allohga bog'lansin. A'zolaring uning uchun harakat qilsin. Amallaringda uning roziligini ko'zlagin. Dunyoning fani ekanligini va hech kimga boqivanda bo'lmaganidek, sangmu boqivanda bo'lmaydiganligini unutma. O'zingdan ilgari bu dunyoga kelib ketgan yiroq yaqin o'tmishdagi qavmlarga nazar sol. Texi tunugunlar sen bilan billa yeb ichib, o'ynab kulib yurgan, ammo tuyuqsizlar u dunyoga safar qilganlarga qara. Hamma bir kuni o'lim navbati sangmi keladi. Alloh taolaning: "Ey inson, sen haqiqatan Robbingga qarta sayyi ijtihod qilsan va ondan uni, ya'ni amallaringning natijasini ko'rsan." Sura Inshiqoq 6-oyatning tarjimonasi degan hukmi hamon bir kuni sening beshingga keladi. Ey qarindishim, shundoq bo'lgan ekan fursatlarni g'animat bilgin. Chunki qiyomat kuni na jubting, na bola chaqangning, na mol bisotingning sanga foydasi bo'lmaydi. Faqat va faqat Allohning huzuriga shirkdan yiroq, sog'lom bir qalb bilan berishlar sanga foyda beradi. Allah ham meni, ham sizlarni iymon va tavhid ustida o'lib, uning huzuriga sog'lom qalb bilan berishga nasib qilg'ay. Shubhisizki u har narsaga qodirdir.